Bu yilga bejiz mahallalarni rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish deb nom berganimiz yo'q. Har qanday huquqbuzarliklarni oldini olishda asosiy bugun bu mahalla profilaktikasi. Lekin Toshkent shahrida profilaktika xizmatlari ishi to'g'ri tashkil etilmagani uchun muammolar to'planib qolgan. Nima kerak bo'lsa, qancha mablag' kerak bo'lsa, albatta beramiz. Lekin rahbarlar o'zgarish kerak. Odamlarning talabiga munosib bo'lishimiz kerak. Ichki ishlar boshliqlari profilaktika inspektorlarini ertalab 7 da va kechqurun 10 da yig'ib soatlab eskicha razvod o'tkazadi. Poytaxtdagi 585 ta mahallada 1282 ta profilaktika inspektori bor. Ular huquqbuzarlik bilan ishlash o'rniga aliment undirish, armiyaga yuborish va boshqa jamoat ishlariga ham jalb qilinadi. Oqibatda ularni mahalladan topib bo'lmaydi. Bir necha mahallaga o'zim odam yubordim. Ko'pi ish joyida yo'q yoki boshqa ish bilan shug'ullanyapti. Profilaktika inspektorlarini tergovchi yoki sudning topshirig'ini bajarib yurgan poytaxt ichki ishlar boshlig'ining profilaktikaga mas'ul o'rinbosari Ikrom Tillayevni qiynamaydimi? O'zi bu inspektorlar ishini qaysi KPI asosida so'ralyapti degan savolga afsuski javob yo'q. Toshkent shahar ichki ishlar boshlig'ining tergov bo'yicha o'rinbosari Dilmurod Mirsodiqovning qo'l ostida 430 nafar tergovchi va surishtiruvchi bor. Ichki ishlar tizimida jami tergovchilarning 22%, lekin sifat yo'q. Masalan, xodimlarda malaka yetishmagani uchun o'tgan yili 830 ta holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilmasdan hisobotdan yashirilgan. Tergov bo'yicha vazir o'rinbosari Ashrapov Ramazon tayinlanganiga 2 yil bo'ldi. Nega janob Ashrapov xonasidan chiqib xodimlarni jinoyatni fosh qilishga o'qitmaydi? Toshkent shahar ichki ishlar boshlig'ining tergov qidiruvga mas'ul birinchi o'rinbosari Farhod Hasanov shaharda jinoyatchilikni 2000 taga kamaytirdik deb chiroyli hisobotdan boshqa baloni ham bilmaydi. Agar shu aytgan odamlar ongi o'zgarib, ichiga kirib, jinoyatchilikni qisqartirmasa, xavfsiz bo'lmasa, odamlar bizga ishonmaydi, ergashmaydi yangi O'zbekistonga.